faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Abdulmutaali Kamali bu xalqni g'am qayg'udan qutuldirish uchun nimalarni qildi? Qalbim o'ziga savol qo'ydi. U o'zining hayotini aslab o'tdi. U Qo'rg'as mazariyasi tug'ildi. 1881-yili Ko'shko'shda dadalar bilan Yattisuvga ko'chib, Yarkentga o'rinlashdi. Shoir Molla Eli Hoji, mashhur ishon va shoir Nizomiddin Axunimda o'qidi. Bu shoir ustozlardan she'r yozishni o'rganib, she'r xalqning ko'z yishgan degan hukmga ega bo'lib, bechora ko'chmanlarning o'z yurtlarini seg'inib to'kkan yoshlarini balaliq hissiyat bilan she'r qilib yozdi. Uning qo'shiqlari naqshiga aylandi. U raso bilimga tashna bo'lib o'rgangan, diniy bilimlari o'ziga oz tuyulishga boshlagan mazgilda Yarkentga Abdurahmon Damollam degan tatar olim kelib maktab ochdi. U zot Mutaali Kamaliga "Balam, sen usuli jadidchi o'qig'in. Ilm-fan xalqingni uyg'otadi" dedi. Yosh Mutaali xalqni uyg'otishga o'zini beg'ishlab, o'z-o'ziga qasam berdi. U bir qancha yil o'qib, 1895-yili ona yurti G'ulji shahriga qaytib kelib, A'lobay masjidiga tushib, 40 tak balani yig'ib o'qitdi va yurt cho'nglarini yig'ib ballardan imlo, 4 amal, Coğrafiyadan 5 qit'a, davlatlar, davlat markazlari va tog' daryolardan imtihon oldi. Burundan diniy tarbiya elib kelgan ballarning fanniy bilimdan tezi savodliq bo'lganini ko'rgan yurt cho'nglari xushal bo'lishdi. Abduqodir Oqsoqol degan zot boshlamchi bo'lib, To'tko'vruk degan yerda maktab ochib berdi. Maktabdan 4 sinf, 4 muallim, 1 mudir bo'ldi. Bu maktabning nomi xalqimning nomi bilan Taaliya maktabi deb atashdi. Yosh Mutaali o'zining butun diqqatini, kuchini shu maktabga beg'ishladi. Balalar yildan yilga ko'payib, maktab bitirgan balalar yezlarda fanniy maktab ochib, Eli rayonida fanniy maktab ochish, fanga yurish qilish to'lqini paydo bo'ldi. Bu chaqlar xalqimning o'zini baxtli hisoblagan chaqlari edi. 1910-yilga kelganda tatarlar Kashful Asror damollarining tashabbusi bilan No'g'ay maktabi va qiroatxona ochdi. 1910-yili Abduqodir Oqsoqol vafot bo'lib, o'rniga Nuraxun Oqsoqol o'tirdi. Bu kishi ilg'or hukmdor edi. 1915-yili Musa Bayevlarning xirojati bilan chet elda o'qigan Mas'ud apandi bilan Abdurahmon apandi boshliq bir qanchalar G'uljiga qaytib keldi. Mas'ud apandi o'z hovlisida yangicha doktorxona ochdi. Mahmud apandi shaharning To'g'ri Ko'vruk degan yerida maktab ochib, yangicha tan tarbiyani yo'lga qo'ydi. Ular A'lobay masjidi yanida yana darnak, ya'ni ilm tahsil qiladigan joy qurib, yangicha ilmdan leksiyalarni uyushtirdi. Mutaali xalqat bu chaqlarda eng aktiv faoliyatchi bo'lib, uydimi tuzukroq turmaydigan bo'lib qolgan edi. Lekin bahorning judini yozning mo'ldirib bo'ladi ekan. Shu chaqda yangidan alam bo'lib o'ltirgan Ibrohim ismli saqili shalong, seriq tishliq odam va Do'tay yomilaning xizmatchisi Odilbay deganlar G'uljidan hukumatga qarshi harakat zo'raymoqda deb Yanzinshinga chaqo yo'lladi. Nadonliqqa amroq Şinjan hukmroni darhol buyruq tushirib, nahila yezlarda avj elayotgan yangicha maktablar bilan madaniyat maysilarini nobud qilishga buyruq tushirdi. Tashabbuschilardan Mas'ud Abdurahmon apandilarni qo'lga elib, Urumchiga elib ketdi. Mutaolini Ibrohim alam burnining no'xilisi o'sib qoldi. No'xilisini olamiz dedi va muallim avval, muallim soniy deydigan til va hisob darsliklarini ko'ydirmatdi. Jahil mutaassib mullalar fursatchi chaquvchilar bilan birlashib, hamma joyda din ozdiruvchilarni tozalash kerak deb cho'qon ko'tardi. Mutaali xalqatni hamma ishning boshlamchisi deb ayblab, yo'qotishning ko'yiga tushdi. Ko'nilik bilan yangilik o'ttirsida kurash toza avj oldi. 1929-yili Ramazon oyida
Adilbek madrasadan taravih o'qib qaytganda biri uni etibatdi. Bu ishni hukumat Abdurahmon Shohi damollalardan ko'rib, ularni mashhur naqshchi Ilohun Ko'kko'z Sulaymonlar bilan temir qafasga selib, askarlar haydab Urumchiga elib ketdi. Mutaali xalfatni yangicha ilmni yoqlag'uvchi baylar 1929-yili haramga haj qilishga yo'lga selib qochiribdi. Xalfatdan hoji bo'lib qaytib kelganda Xinjiangning siyosiy havosi o'zgargan edi. 1930-yili Qumulda Van ordisining payjangi G'o'janiyaz boshchi bo'lib hukumatga qarshi qurolli qo'zg'olon ko'tardi. Yang Zhengxin o'qyab o'lgandan keyin taxtga chiqqan Jinshurinni qo'lladi. Uning o'rniga chiqqan Shingsay olti buyuk siyosatni yo'lga qo'yib, ilm-fanning yangi bahorini yana paydo qildi. Hoji Mutaali xalfatning u chaqlardagi xushalligini til bilan tasvirlamakda. Uning qalbi Kaiba saynosidek yo'rib, ko'zi kunduzi yulduz sanog'idek ro'shanlashib ketdi. U Taoliya maktabini kengaytib qurishga o'zining maktab yanidagi cho'ng qo'ru joyini taqdim qildi. O'quvchilarning sonini 800 ga yetkazib, maktab hukumat hisobiga o'tkichi bo'lgan oraliqda 50-60 nomrat bolaning yillik ta'minotini o'z ustiga oldi. O'z uyida qizlar sinfi ochdi. O'zining qizlari va boshqa qizlarni ayoli Zuhraxon Obistay yangicha ilm-fan o'rganishga uyushtirdi. Mana hozirgacha u o'z qo'li, o'z xarajati bilan qanchalagan bolalarni, bo'libmi nomratlarning bolalarini tarbiyalab, jamiyatga onglik inson qilib taqdim qildi. Uning hayoti ma'arif tarbiyalash, maqsadi xalqning sifatini yaxshilash, millatining safosini o'stirish tursa, Abdumarmin begidek elish, bulash, ezish, dunyo to'plash, rohat ko'rishni hayotning maqsad qilib olgan hayvon sifat bir narsa uningga sovg'a taqdim qilishga qanday petindi, ha? G'azabdan uning lavlari saqli tinimsiz titradi. 2 kundan beri uning so'zi qalbida qora bulut paydo bo'lib oldi. Bu hayot yana yomoniga o'zgaramdi unimi? Abdumarga o'xshashlar shapashlashlari bo'ron shapsi. Axlatlarning daraxt shoxlari qo'nib elib, o'zlarini oltin tajga o'xshitishi. Anglavatqaninglar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ammo tag'ayati boshqacha. Bu yerning shamollari, suvlari, hatto gul-giyohlari sho'x, jonliq va she'rdek hissiyotliq. Bu yerda hamma narsa kulayotgandek, hamma narsa xo'jayindek, hamma narsa g'amsizdek. Bu qarg'ayliqlar bilan qoplangan ballardan ko'vrab tushayotgan qor suyi yengidan yetilayotgan yoshlardek qinqiniga patmay o'ynaqlaydi. Yomg'irda to'la yo'yilgan to'q yeshil yaproqlar muhabbat savdoliqida qizlarning ko'zlaridek nurliq. Hamma yerdan ishbora anbar purqi keladi. Bu yerning qushlari sayramaydi, so'zlaydi. Sahar turib tog' qirg'ovularining dora bo'lib o'ynashlarini ko'rsang, o'zingni untuluqsiz bir mashrabning ishtirokchisi hisoblaysan. Xo'rozi o'tirg'i tushib, yeshil chiman ustida qanotlarini kerib, bo'yin janolarini ko'ptirib, pirqirab sayrig'ila turganda, uni cho'ridab bo'yinlarini so'zishib, taqazzolik bilan turishgan ala, seriq, ko'kmeki yalla xo'shalliqdan qaqoqlashib sayrishidi. Mast xo'roz muhabbat savdoligini harakat bilan ifodalaydi. Tog' jonivorlari muhabbatga tashna ayg'irlardek o'rdab tovlishadi. Buqalar mundat qora tuproqni munguzi bilan turtib dumbisiga tashlaydi. Bo'rilar qanjoqlarini chillab o'lishadi. Bo'rsuqlar chimanliklarini tilg'ab nasl uchun oldirishadi. Nuri yumshoq chiman ustida o'ngda yetib, tabiat dunyosidan she'riy hissiyotga boy misralarni izlashga. Tog' suydak tinimsiz yurak talpinishini she'riga o'rab seg'inish va azob yalqinidan o'zini qochirishga urinatdi. Lekin yop-yeshil yaproqlar, nozik giyohlarni suyishib, uchib yurgan kepenaklar gulni salqin tog' shamolidek suyiblar ner kechishatdi. Yurakini chimildatgan nozik hissiyotlarmi misra bo'lib tizilmay shu kepenaklarni do'rab qachatdi.
Şamallarga singsin mening hissiyotlarim. Tağ suyuning shavqunidek faryodlarim. Baxtim go'yo ko'kni kezgan qiron burgut. Nalargadir yo'shringan dil shodligim. Oxirgi misra muhabbatning azob kuchini yaxshi ifodalay olmadi. Uning qalbidagi seg'inish qatma-qat tog'larning nerisida, cheksiz cho'llarning u chetida yoshliq ko'zlari bilan talmirib turgan bir nozik jon egisini azobdan qutqizishga yo'l topolmay qiynalgan isyonkor yurakning iltijosi bu misralarga zodila sig'maydi. U birdalla do'kirilgan ot to'yqining ovozidan cho'chib o'rnidan turdi. Biri yo'g'on otni uning yenidila to'xtatib, uni belidan tutib, lekkada ko'tarib, otning oldiga oldi va qaqoqlab kulib, otni yuqori qartib, o'kirang tashlatib chepib ketdi. Nuri tipirladi. Keyin uningga qo'shilib qaqoqlab kuldi. "Hey, qiz bo'p qolgan bo'lsang-chi, ballaringni qara. Hay G'anika, meni o'g'loq qilib olding-ku. Qimiz bilan paxva, qiz bilan yo'tqan." Yeşi 40'dan aşqan bəstlik, bədəni taşdək chin, ovozi tom, qiliqi qo'pol bu odam Nurini yaxshi ko'radi. Nuri shaharda germancha bo'lib, yolg'on chashlarini yo'lib tashlab, Anvar Musaboyevninkida Jobin Nazir bilan uchrashgandan keyin yo'shirinib yurishni qo'rqinchoqlik ishgan deb tushungan edi. Lenin, Stalin, Mao Zedong, Jo Illayla, Chin Tanchiu Mavziminlarmi yo'shirilmay oshkora yurdikan-ku deb o'ylagan edi. U Jobin bilan paranglashgandan keyin heliqi qasam ichishgan do'stlari bilan daryo bo'yida uchrashdi. Ular maslahatlashib, g'o'lji qizlarini oshkora oyog'i osti qilib yo'ldan chiqarayotgan xushqichilardan bir nechasini o'ldirib, ularning hayvisini yerga urishni qaror qilishdi. Xushqichilarni Sovet mutaxassislari tarbiyalaydi. Ular $500-600 oylik oladi. Gimnaziya muallimlari aran $50-60. Boshlang'ich maktab muallimlari $30-40 atrofida oylik oladi. Ushquchilar yeshil suknadan harbiychi kiyim kiyib, yollarga qurol esib, mapida, otliq mashinada yo'l yurib, o'yin tomosha nada bo'lsa, shu yerda paydo bo'ladi. Ularda puljiq bo'lg'achqa har biri bir nechadan rus, tatar va uyg'ur qizlarini agashtirib ko'ngil ochalaydi. Kim ularga ko'z olaysa tayoq yeydi. Ularga oshna bo'lish qizlar orasida modaga aylangan edi. Ular har qatim gimnaziyaga mofu o'rgatgili kelganda gimnaziyaning qizlar sinfidagi qizlar yasinib, tarinib, ularga o'zini ko'z qiladi. Boshqa millat yigitlari tishlarini g'o'chiriltish, mushtlarini tugish bilan to'xtab qoladi. Uni ozdab har bir ushquchining bir nechadan rus, tatar, uyg'ur, o'zbek do'stlari bo'ladi. Bu do'stlar ularga qiz tunishtirish, ularni muhofazat qilishga o'zlarini beg'ishlagan yaloqchilar edi. Lekin mush yaloqchilarmi modaga aylandi. Bu ishlar vijdonli g'o'lji yigitlarning g'ururiga tekkashgan pat-patlan ushquchilar bilan mushtlashish bo'lib turadi. Lekin har qatimda g'o'lji yigitlar ziyon tortadi. Nurila 14 yigit daryo bo'yida 7 dan 2 guruhi bo'lib, ushquchilarni qattiq urish, hatto bir nechasini o'ldirib etishni qaror qilishdi. Ikki ot qitilgan biri Xadiqqa, 3 ushquchi 5 qizni selib shahar sirtiga, qo'yiq o'rmonga qarab qaqoqlab kulishib mengishdi. Nurila ularning piyiga tushib, Xadiqlar bilan mangdi. Ushquchilar aerodrom yo'lidagi qo'yiq o'rmonlikqa kirib ketdi. Nurila atrofni qo'rishdi. Oxiri ushquchilar rasa chalamas bo'lib, qizlarni quchoqlab so'ygili turganda besib keldida, ushquchilarni dasab, chaydab, birdamdila xemir qilib atdi. Qizlarni rasa urdi. Ular o'rmonlikdan chiqishiga ushquchilarning muhofazatchilari paydo bo'ldida, elishish boshlanib ketdi. Uyg'ur qozoq yigitlari bilan Uyg'ur tatar yigitlari qon bo'lishib mushlashdi. Ularning bosh ko'zlari yerilib, kiyimlari tit bo'lib toza holsirganda, yiliqi malaq yotgan ushquchilar daldangshib tapanchalarini tanglashib o'rmondan chiqdi. Tang-tung qilgan ovoz bilan Nurilarning yenidan pijildab o'qlar ushdi.
bir o'q bir yaloqchining murisiga tegdi. Nurina eriqlarga shung'idi. Taza mushchaqda tang-tong qilgan miltiq ovozi anglandi. Uçquchilarning ikkisi shu an yer tishladi. Otquchilar ikki odam edi. Biri yo'g'on gavdalik G'ani o'g'ri, yana biri uning do'sti qora burut yigit Akbar palvon edi. Nuri va qechib ketolmagan Batur Abdanbay uchi G'anilarga mingishib Panjim yezisi tarafga qarab qochdi. Ular Panjim g'uliga kelganda har biri birdan otga minishdi. To'g'risi yayliqida bu yayloqning qarg'ay soyi jilg'isida uch yigit G'ani bilan Akbarning og'inlarnikida 10 kun mehmon bo'ldi. Mana hozir ular Olastayning ustidagi go'zal tog' qo'ynida. Yeyishi, go'sh, ichishi qimiz. Ularning urg'ib turgan yoshlik tuyg'usi ularni hayot lazzatiga tinimsiz undirmoqda. Nuri G'ani aksiga mingishib, qarg'aylar orasidagi bir kigiz uyga keldi. Nerida tayla qo'shag'da olgan bir ayol chanashdiki qimizni no'g'uch bilan elashtirmoqda. Beshigan to'rt burjak qora bo'k kiygan kak soqol bir odam bir paxlanni mushtlab terisidan ajratmoqda. Ikki it uningga tikilib yotmoqda. Samovari qaynamoqda. Nerida qo'ylar o'tlamoqda. Bir qiz ot chaptirib qarg'aylar ostida chimanlikda ko'ngillik o'ynamoqda. Bu xotirjamlik bilan to'lgan go'zal yayloq manzirasi Nuri kulib G'ani aksa qaradi. Yozning qoltisi go'zal vaqti bu ha G'ani aka. Chiroyli qizlar ekan, dedi G'ani hijiyib. Kirim bor, chiqim yo'q. Qozoq xotinlarga ish bash tortib baqdingmi? Ular toza nozik, biroq ular uyga kirdi. Shirdaqlar selingan kigiz uyning kargillariga kashtilik pardalar tortilgan. Dasturxonga bo'g'irsoq, ko'mba, qaymoq, qurutlar yeyilgan. Bir odam zo'qi bilan do'mbira chiritib o'lan aytmoqda. Yana biri olqiniga beshini qo'yib sunaylinib yotmoqda. G'anilar kirganda ular midirlabni qo'ymadi. G'ani yotgan erning putiga birini tatdi. "Qo'pay qozoq, uyingga kim keldi? Midirlabni qo'ymaysan-ku." "G'ani o'g'ri." "Ya'ni-chi, u da o'g'ri chiqad." "U degan Shandobanning o'rniga o'tiradigan to'rag'a." "Shandobanning o'rni satqi tiyami? O'tiringlar, ay kapir, choyingni olib kel." Mangzdan qon temib turadigan ayol samovarni ko'tarib kiradi va choy tayyorlashga zo'ngzaydi. "Qo'ya kelinchak," dedi G'ani dasturxonni yonboshlab yenichi yetib. "Kechilikka ko'ngilni ochaman, yaxshi kuta." "Uy qurg'ur sart." Ayol yer ostidan qarab miqqa kulib qo'ydi. Az-azdan damlanib tinimsiz sunildigan qozoqchaga to'limi lazzatlik. Nuriga bu choy bek yaraydi. U G'ani akasining tarlab turib ichishiga qiziqib, 12 piyola bo'ldi G'ani aka, dedi. 30 ichchiman, bir paxlonni yolg'iz yeyman. Qimizdan mo 30 olib qo'rishchiman. G'ani akaning karomatini muni yangam shu chaqda ko'radi o'taxe. Nuri 13 kundan beri bu qo'pol chaqchaq ko'ngan edi. 5-6 nafar qozoq yigit G'anining butun kiyimlarini salg'uzib, chimalta qo'llarini ko'rsatib, qaqoqlab kulishib, "G'ani kan burg'a ekan, o'zi o'lkut, bir nakasi kishi" deyishganda Nuri numus qilib uydan qechib chiqib ketgan edi. Mana hozir u qilinishib qoldi. G'ani aksi qing'ir yoqliq ko'k ko'nglikini yuqoriga qayirib, badanni echib qo'yib, shipildab tarlab o'ltirib, rastagandek paxlanning yerim go'shini yeb bo'ldi. Arqadan ikki cho'chak sho'r pishdida kekirib qo'yib, eshikdan ko'rinib turgan qarag'ay arsini ko'rsatib, "Ko'rdinglarmi ov ilikni?" dedi-da qo'liga ov miltiqini oldi. "Janovarning ajri to'shqanchig'i, qara, chaqchib turishini. Tekkizolmaysan. Ko'zim ko'rmagan bo'lsa tekkizolmaytib, orliq ko'p bo'lsa 600 metr kela. Mening miltiqim 1000 metr ichidagi bo'lan qo'y." "Basashaydi amsa," dedi uy egisi qiziqib. "Tekkizolsang, to'riq yo'rg'am seni. Tekkizolmasan, olaytingni bersa,
Yo'q, tek güzelmisem alat seni. Tek güzelsem kelinchiking bir kecha meni. Qandoq? G'ani shundoq dedi-da, yerda so'naylinib, dum yetib, kiyikni qo'rulga oldi va tapkini bosdi. Gum qilgan ovozdan tog'lar jarangladi. Na-nalardan aks sado keldi. Otlar kishnadi. Qushlar parvoz qilishdi. Kiyik g'oyib bo'ldi. Yiqildi. Qochdi. Ikki yigit to'quqliq otlarni minishib, choptirib kelishdi. Birdan keyin bo'g'izlangan kiyikni o'ngtirib qaytib kelishdi. O'q kiyikning naq peshonasiga tekkan edi. Xo'jini yazdak margan ekan, dedi Nuri xushal bo'lib. Nim degan qoltis? Xo'jini yazdigini kim o? Bilmem sana, Qumulluq inqilobchi, avval Turpan, Aqsu, Qashqarlarni elib nom chiqargan, keyin Shingdobanga o'rinbosar rais bo'lgan. Shingdoban uni xoin deb turmid bo'g'ib o'ldirib atdi-ku. Odam tepilmay meni shuningga o'xshatdingmi? Dobanni atalmagan undaq marganni ko'tar neri. Men degan Akbar Botirga tang margan. Xo'jini yaz qaltis odam G'anika. Uni Shingdoban aldab ketdi. O Mahmud Sijonning gipi kirib Qashqardan O'rimchi kelmagan bo'lsa, qaltis yaxshi bo'ladi. Shing degan hiligar uni mansab bilan aldab, yo'qolon batnan bilan joyladi. Temur Xalifa degan odam oldinga nimishga ibrat olmadi ekan? Shing degan hiligar nima? Stalinni Maozdon oldi oldi. Jiyankayshinin oldi dedi. Mana qara, Germanlar bu yil 6-oyning 21-kuni Sovet ittifoqiga tuyuqsiz hujum qilib edi. Shing darhol o'zgardi. U endi Stalinga, Maozdonga qarshi chiqdidek, Jiyankayshiga yo'langidek. So'zda Nuri. Ha, xeyli jiq narsani biladi ekansan jumu. Stalinni qo'y bilaman. Maozdon deganing kim o? Jungo Kompartiyasining dohisi. Texmi ta'sirlashtirib atding-ku uni. Umi marganmi? Siyosiy partiyaning dohisi, dedi Nuri bu xil temada so'zlashga to'limi havaskor bo'lg'achqa texmi jonlanib. Bunada 20 yil burun Jungo Kommunistik partiyasi qurildi. Bizga o'xshash hukumatga qarshi qaysarlar degani. Biz degan nima? Ular degan butun Jungoda Gomindani og'dirib sotsializm qurish, butun dunyoda kommunizm qurishni maqsad qilgan partiya. Nima azim deding-a? U qandoq podsho? G'ani qiziqib qo'shumisini turdi. Sotsializm. Sotsializm deganing nima u? U degan kishini kishi azmaydigan, hamma odam barobar, bayashat yashaydigan jamiyat, ishchilar, dehqonlarning hukumati. Boylarni yo'qotsa, bizdaklar kim bilan etishidi? Zerikib o'ladi ekanda kishi. Yo'q, u bo'lmaydigan podsho ekan. Bütün dunyoda izlash tugisa, zulm bo'lmasa, odamlar qo'lda nima kelsa shuni qilib, nima lozim bo'lsa shuni elib, xushal-xuram to'q yeb, yaxshi kiyib, o'ynab, kulib yatsa, buning nimasi yomon? Jannat degani, dedi G'ani kulib. Non qeplar yayrab ketadi degani, bizdak o'g'irlar qiladigan ish yo'q, zerik o'ladi-da, xotinda naytisrava bo'ladi o'chaqda. Nikah oila bo'lmag'idak, kim-kimni xolisa shuning bilan ar-xotin bo'ladi ekan. Ballarni jamiyat boqadi ekan. Odamlarning eni yuqur bo'ldi-da. Aldash, xiyonat, bo'zaq qilish, turma, jazo deganlar bo'lmaydi. Askar, soqchi, sud, rais, do'ban, shangyu, mingbegi deganlarmi bo'lmaydi. Poh, qoldiskina. Deyishdi chorvachilar anglab boqmagan ajoyib so'zlarga qiziqib. Uyg'ur, Hanzo, Xitoy bo'lamda. Millat bo'lmaydi, odamni bo'ladi. Anladingmi, Bo'rvoy? Xotining G'ani bilan o'yini savab yurma. Kommunizm degan shu. Yayloq toza bo'pkan, qo'ymo, qimizmo, xotinmi ko'pchilikning. Nurg'ayshoni olig'i voy ekanda, bir kechada 10 arni uzatsa. Hammani ishqan qo'pol chaqchaq aralashtirishga odatlangan G'ani qaqoqlab kuldi-da. Bo'lisha, kiyikni kavob qilish. Bugun buni Mingmaral qo'g'illarda eliqi podshohlikni quribmiz, deb qaradi. Madan doğru kashda o'langchilar kelishdi. Qimiz ichish, go'sht yeyish, ishpara hid sap tog' havosida nafaslanib, ovozini bo'lisha qo'yib etib naqshi o'lang aytish, ayollar bilan arlar aytishib, avval bir-birini maqtishib, orqadan bir-birini cho'kirib, qiziq qo'shiq to'qib baslashish Nuriga to'limi ko'ngillik tuyuldi.
Uning mayli kimga bo'lsin, kommunistik partiya, sotsializm va ikkinchi jahon urushi, Yaponga qarshi urush, Gomindan bilan kommunistik partiya o'tirsidagi to'qinish, Xinjiangdagi yoshirin inqilob va yoshirin ofat, xiyin xatar, umuman Jubin nazaridan anglab olganlarini so'zligisi keladi. U so'zlab kishilarni o'ziga tortishni maqsad qilaman degandan ko'ra, o'zining hayot yo'liga rang berayotgan yangi bir ideyani shu so'zlar bilan o'zlashtiryapman deganni ko'proq o'ylaydi. U mushu kommunizm yo'lida o'z dushmanlari bilan oxirgacha elishish va ularni tarmar qilishning to'g'ri yo'li degan tonishga kelgan edi. Chunki namratlar intilgan bu yo'lga namratlarning qon tari bilan halovat ko'rayotganlarning tish tirnoqi bilan qarshi chiqadi. Naqshi bilan aytilmoqda. Go'yo butun tog' qarag'aylar jo'r bo'lmoqda. Qarang'i tushib tog'ning sovuq havasi odamlarni kigiz uylarga haydayotgan bo'lsa-mu, shodlik, xushallik masligi texim kuchaymoqda edi. G'ini tambilidan boshqa kiyimini selib tashlab, yalpinib turgan chim ustida bir eski to'qimni selib, beshiga egarni qo'yib olib, o'ngda yetib xo'rak tartib uxlab oldi. U ko'zini ochib, yana yon boshlab sovuqdan shumshib yotgan Nuriga. Xo'jani yoz dedingmi? Heli qumulliqni qaltis mergan degana? dedi. Qaltis, dedi Nuri uzoq asnab olib. Baturda bizdan chiqqan Pugachev. Pugach deganing kim u? Podshoh qarshi qo'zg'alan ko'targan o'rus dehqonlarining boshlig'i. Dehqonmi? Dehqon, Xo'jani yozma dehqon. Qumulning Taratu degan teg'idan chiqqan dehqon. Uning dadisi Mehmet Niyaz Hoji degan odam ekan. Toza biladi ekansan ha? G'ini yo'g'on gavdisini chaqqan ko'tirib, Nuri qiziqib qarab qo'yib, egarga jaynaklab yenichi bo'ldi. So'zligina, Xo'jani yoz deganda Batur deysan. U chelishchimi, pashvochimi, mushlashchimi yoki chambashchimi? O degan dehqonlar qo'zg'onining dahisi. Necha ming dehqonni qurollantirib, Jinsho'rin hukumatini terib-piran qilyapti. Turpan go'chinglarni elib, Oqsuv Qashqarlargacha bordi. Shundoban oxir aldab-saldab Sovet ittifoqini elchi qilib Xo'janiyaz bilan kelishim tuzib olib, Xo'janiyazning qo'li bilan Qashqarda qurilgan Sabit Damulla Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini yo'qitib, bu jumhuriyatning boshlig'i Sabit Damullani Mahmud Sijang, G'opur Tuanjang degan askar boshliqlariga buyruq berib qo'lga olg'izdi. Shundoban Xo'janiyaz hojiga Janubiy Shinjongning qo'g'dash qo'mondonlik shtabining qo'mondoni degan cho'ng unvonni berdi. Nimani bersa elayverdik-na bu xo'jam? dedi G'ini xafa bo'lib. Shang bilan nimishga yarishudi? Ko'tiga tepmay u azilakni. Nuri qaqoqlab kuldi. Sovet ittifoqi Xo'janiyazga qurol bergan, yo'rigan. Xo'janiyaz hojimi Sovet konsuliga ishonganda, Mahmud degan bir Sovet odami Xo'janiyazga qasam ichib turib va'da berib ekanmish. G'ini Xo'janiyaz to'g'risidagi bu gapga to'limi qiziqdi. U yalang'och o'tirib qilchi muzlamaydi. Nuri bo'lsa chapan bilan muzlamoqda edi. U kigiz uyga kirib ketishga oldiraydi. Lekin G'ini uni Xo'janiyaz to'g'risida uzoqroq so'zlab berishga qistamoqda edi. Nuri shumshib o'tirib olib, buningdan 10 yil burungi o'z yurtida qurolliq qo'zg'alan ko'targan Xo'janiyazning umumiy ishlarini so'zlashga boshladi. Xo'janiyaz 1907-yildagi To'rpaqlar qo'zg'aloni va 5 yildan keyin, ya'ni 1912-yili Temir xalifa boshlagan dehqonlar qo'zg'aloniga qatnashgan va Temir xalifa Urumchida aldanib, ziyonkashlik uchirgandan keyin yurtidan qochib chiqib, Gochong, Mori, Altay, Bo'rtala tog'larida ovchilik qilib, bo'g'an, bo'kan ovlab, Isoq degan nom bilan tijorat qilib yurgan. Keyin oilasiga o'zining qashqarligi sababidan xon o'rdisidan zulm kelayotganligini To'qsonliq Niyaz Shenzodan anglab, Qumulvanga 2 dona yaxshi ot sovuq qilib yurtga qaytib kelgan. Vangning kechirim qilishiga erishib, 200 nafar ordu muhofizachi cheriklariga muavin boshliq bo'lgan. O'zining katta marganligi, Batur mardligi bilan Qumulvangaga yarab qolgan. Keyin zulm va haqoratga chidamay qo'zg'algan Sali Mehmet Niyazdurga, Abduniyaz Mirab,
Abdul Duyjang, Fazil Dorg'a, Sadab Qurmal, Nasir qatorliqlarning qurolli qo'zg'olonga qatnashgan va 1932 yil 6 oydan boshlab Qumul dehqonlar qo'zg'olonining bosh qo'mondoni bo'lib saylangan bu odam to'g'risida anglagan. O'qiganlarni G'ani akasiga xuddi 1001 kecha hikoyalarini so'zlagandek zo'q bilan so'zlashga boshladi. Nuri so'zlaydi. G'ani butun diqqati bilan anglaydi. Tiniq osmonda charx yulduzlar jimirlaydi. Ay qaramtul qarag'aylar ustini oqish nur bilan so'yib, yiroqdagi tik muzliq cho'qlarni g'ilpal yoritib, suzik osmonda asta uzatdi. Sharqdan chiqayotgan so'g'uq muzdek tog' shamili, hasal harillarimi eg'iz tegishga ulguralmagan puraqliq gullarning hidlarini akilib, go'zal orzuda tepichaklagan qalblarga hadiya qiladi. Nadadir bug'i hurkirmakdan, ayg'iri kishnimakdan, chorva egallarining eng rohatli kunlarini hayot xotirasiga naqshlar bilan qoldirmoqchi bo'lishgandek, molchilar teximi qizib, o'lam aytishmoqda. Ko'yayotgan qarag'aylar charaslamoqda. Mazzilik qo'y go'shi puroq chashmoqda. Ishtahasi echilgan odamlar to'xtamay yemakda, ichmakda, kuylamakda, kunmakda edi. Nuri xuddi mas bo'lib qolgandek to'xtamay so'zlamakda. Buncha ko'p yeng gaplarni u nadan yig'dikin? Albatta, hamma gap gimnaziyada bo'lingan. Ularning tegi Qumulliq. O'zbekistonda G'o'janiyaz hojining g'amxo'rligi bilan o'qib kelgan muallimi o'z g'amxo'rchisining vafotiga qattiq qayg'urib, begunoh adolat uchun jon tikib kurash qilganligi uchun inson oshko'zlikning eng g'aljir vakillari tarafidan o'ldirilgan bu buyuk inson G'o'janiyaz hoji to'g'risida nurg'un qatim so'zlab bergan edi. Nuri so'zlaganda ustozini do'rab, go'yo roman o'qiyotgandek chiroyli, ta'sirli jumlalarni ishiltatdi. G'ani aksining yenida o'zi bilan billa taqqa qechib chiqqan Boturmi, Abdonboymi kelib yon boshladi. G'o'janiyaz hoji bosh qo'mondan bo'lgandan keyin xalqni ittifoqlashtirib, Jinshurin askarlariga zarba berib, xalqni zulmdan qutuldirish qasam berdi. Tarato degan yerda yig'in ochdi. Bu yig'inga qo'zg'olonchilar boshliqlaridan Qurbon Dorg'a, Sali Mehmet Niyaz Dorg'a, Abduniyaz Mirab, Boqi Niyaz Dorg'a, Sali Dorg'a, Nasir Mutsib, Mushularga o'xshash jonpida azmatlar qatnashdi. Ular 4 ishni qaror qildi. Birinchi, bosh qo'mondan G'o'janiyaz hojiga qat'iy bo'ysunish. Kim bo'ysunmas etish. Ikkinchi, Sali Dorg'a bilan Boqi Niyaz Dorg'ani tashqi Mong'oliyaga qurol-yaroq va yordam talab qilishga avatish. Uchinchi, yo'lboshqa nasihat qilib bo'lgunchilik qilmaslik qasam ichkizish. To'rtinchi, Şinjan'a bir qatim kelib ketgan Majung'inni yana taklif qilib Jinshurin askarlariga oldi tarafdan zarba berish. G'o'janiyaz orqa yo'l bilan Turponga o'tib, qo'shinni kengaytish. Shuningdan beri G'o'janiyaz degan ismni hamma odam bilib ketdi. Qumul dehqonlar qo'zg'oloni degan so'z G'o'janiyaz qo'zg'oloni deyildigan bo'ldi. Bir tarix beti bir odamning nomi bilan atiladigan ish to'limi kam uchraydigan ish. Iskandar yurishi, Chingizxon istilosi, Napoleonning harbiy yurishi, hozirgi Gitlerning tajovuzi deganda kishilar mana shunday shuhrat egallariga necha yuz minglagan odamning faoliyat xotirasini beg'ishlashdan kelib chiqqan. G'o'janiyaz Qumul tog'larida qancha qatim Jinshurin askarlari bilan qonliq janglarni qildi. U atrofiga minglagan fidokorlarni to'plab, tayoq to'qmoq, polchi gurjaklar bilan hukumat soqchi idoralariga, qurolli qism gizarmilariga hujum qilib xalqni qurollantirdi. Jinshurin aloqsadi bo'lib, eng qovul, harbiy ta'lim ko'rgan generallarni yo'tkab kelib, eng yaxshi qurollar bilan qurollangan askarlarni ishga soldi. Qumul bilan Urumchi oraliqidagi 700 kilometrdek tosh yo'l bosh oyog'i yo'q qurolli askarlar bilan to'lib ketdi. Qumul tog'larining hammali g'ol jilg'alarida yurak sodi bo'lib, shumshi ishgan hukumat askarlarining izi tushdi. Lekin G'o'janiyaz yengilmadi. Pakara, do'g'loq, kang yelkilik, quyuq soqollari tik-tik bo'lib turadigan, quyuq qashiri hurpiyib turadigan kaskin, chus sapra, oddiy sodda giptoz G'o'janiyaz hojining o'ylomodi. Inangni huy murtad deb tillashlari hammaga tunishliq bo'lib, qo'zg'olonchilarning odat tiliga aylanib qoldi. 1931-yili G'o'janiyaz o'z qismlarining quroli oz, yaxshi tarbiya ko'rmagan tog'liqlardan bo'lishi qaramay, Qumul shahriga hujum qildi.
lekin shaharni ola olmadi. G'o'janiyaz oxiri Sadichin sepelining sirtida Ma Bufang tarafidan mag'lub bo'lib tamtirab yurgan Ma Juningga qumni qo'g'dayotgan Liu Shizing diviziyasini tarmar qilishga taklif berdi. Ma Junning taklifni qabul qilib, Xinjiangga yerlik xon bo'lishning fursati keldi deb o'ylab, holidan ketgan 500 cherikni boshlab, Gansu Xinjiang cho'llarini besib Xinjiangga yurish qildi. Uning oralla 200 odam bor edi. U bar yo'qi 97 tal qurol bilan 200 nafar askarni qurollantirib, tog'liqlarga qo'shilib, Qumul shahriga hujum qildi. Lekin Liu Shizing qismlari qum xaltalari bilan tam yasab, qattiq mudofaa tuzdi. Qo'zg'olonchilar shahar darvozasini portlatib ko'rgan bo'lsa-mu, shaharga kira olmadi. Ma Junning darhol Barikul shahriga hujum qilib, u yerni oldi va 500 tal qurolga ega bo'ldi. U askarlarini qurolini ko'paytirib oldi. Hamda Urumchidan Qumulga yordamga kelayotgan Dogoji brigadasini G'o'janiyaz bilan billa to'sib mag'lub qilib, nurg'un qurolni g'animat oldi. Bu urushdan G'o'janiyaz nurg'un chiqimdor bo'ldi. Nurg'un jafo tortdi. Hatto 6-7 odam bilan qilib, otdan ayrilib, piyoda yo'l mangan chaqlarimi bo'ldi. Lekin g'animat qurolni Ma Junning elib Ko'liga Anshi shahri qarab tikibdi. G'o'janiyaz bu chaqda inangni lomudi, qor ko'ngil deb uning orqasidan tillab qoldi. G'o'janiyaz tog'liqlarga tayandi. U yana tog'liqlarga tayinib, Mong'oliyaning yordam bilan o'zini to'zib oldi. 1932-yil kuzda pichonliqlar ko'tarildi. Turpan Astanadan Maqsud Muhiti boshliq yangi bir qo'zg'olon ko'tarildi. Maqsud Muhiti Turpan Astanadagi boy oilaning o'g'li. Ular Mosul Muhiti, Maqsud Muhiti, Mahmud Muhiti, Gosul Muhiti deb 4 akufki edi. Bulardan Maqsud Muhiti taraqqiyotparvar ziyoli bo'lib, 1920-yillarda savdo qilg'ash Moskvaga berib, bir necha yil turgan. Sovet vatan suyarlarining tarbiyasi va ta'siri bilan uyg'onib, o'zini xalqning ustidagi zulm teg'ini og'dirishga beg'ishlagan. U hayoting xalqingga beg'ishlansila, uning ma'nosi bo'ladi degan. U Urumchi qaytib kelib, qarindoshlari Mosul Muhiti, Mahmud Muhitlarga boy bo'lish qilib berilib ketmay, xalqni zulmdan qutqizish uchun kurash qilish lozim deb topilgan. Va Burhan shahidga o'xshash yaqinlarga o'z niyatini aytib, qo'llashga erishib, 7 kishining tarkib topgan Qalamtirash nomli tashkilot qurgan. Ostonada aytilgan birinchi o'q ana shularning. Jinshurin hokimiyatining zulmi jon-jinidan o'tib ketgan bu dehqonlar G'o'janiyaz hoji pichonga kaptak degan xabarni anglabla taraf-tarafdan tayoq to'qmoq ko'tirib, Ostonadagi bir necha uylik go'rikash, jazonixo'r, apinkash qora pozullarning ho'ylisiga bostirib kirib, mol-mulkini bulab, dangzlarini ko'ydirib, butlarni chiqib terib-eran qilib etgan. Yashab ket turpanliqda o'g'il bor ekan. Biz shundoq boshlaymiz, Nuri. Qani so'zla. Maqsud Muhiti ularga bosh bo'lib, hash-bashligicha Molijon deganning bir ying askarini bir necha soatda yo'q qilib, bir necha 100 tal miltiq, nurg'un o'q-to'rga erishdi. Yashab ket, ha. Mergan ovchilar qurol tarqatildi. Ular bir necha kunda bir necha 100 kishiga yetdi. Ular Turpan, To'qsun, Pisham dehqonlari xush bo'lib qo'llariga tayoq to'qmoq elib, Ostonadagi Maqsud Muhitlarning katta qo'rosiga taraf-tarafdan kelib qo'shildi. Ular Qumul tog'laridagi G'o'janiyaz hojiga Yusuf degan shopirdan xatar atdi. Ular rosa kuchayotganda 1932-yil 12-oyning boshlarida 9 yil burun degana. Ha, shunda Go'chondan Turpanga naytu nurg'un askar keladi. Ular Turpan Ko'n shahridagi Jinshurinning birlik askari bilan birlashib olsa ish chatoq bo'ladi. Shunga qo'zg'olonchilar kechalab yurish qilib, Yo'g'on Terak degan yer orqali kelgan 1000 dan ortiq askarga hujum qiladi. Yasha! Urush qattiq bo'ladi, lekin dushmanni to'solmaydi. Dushman Turpan shahriga kirib oladi. Hay, opla! Tongga yaqin Molijonga Urumchidan yana yordamga askar keladi. Ba'zilar qochayli deydi. Maqsud Muhiti ularga hujum qilishga buyruq beradi. O'g'il bola! Tong oldida qattiq hujum bo'ladi. Dushman Urumchiga qochadi. Shu kunilar xalq 2000 dan ortiq dushmanni yo'qtidi. Bir qancha ming tal miltiq, nurg'un o'q-to'ra, at-harva, kiyim-kechaklarni o'ljaladi.
xalq qurollanib kuchayib Ko'ni shaharga hujum qildi. Shaharda necha ming askar bo'lg'achqa ikki tarafning o'qli qo'mach qo'rg'andek paraslab, qiqas cho'qan turpan osmonni qoplaydi. Fidoilar yomg'irda yig'ayotgan o'qqa qaramay shahar sepilib hujum qilib darvozaga o't qo'ydi. O't yolqini osmon palak o'rlaydi. Molijon qo'rqib qochib ketib, o'q etishni to'xtatib, oq bayroq chiqardi. Va anangni! Qo'zg'olonchilar nurg'un o'lji bilan texmi kuchaydi. Pah, turpanliqlar qaltisgan jumo. Lekin pichonga hujum qilmoq ta's bo'ladi. U yerda xil qurollangan necha ming askar bor ekan. Oq O'rislarning bir polik askarimi pilimot, zambiraklar, xil-miltiqlar bilan qurollangan ekan. Rossiyadan qochib kelgan O'ris askarlari nurg'un so'qish ko'rib pishib ketgan. Xavarijlarda maxsus muhiti o'zining qo'rosini qo'mondonlik shtabi qilib, o'zi qo'mondon bo'ladi. Mashimin degan tunganni Shijang inisi Mahmud muhitini lujan qilib tayinlab, raso tayyorlik qilib, Turpan Ostona, Qarg'o'ja, Do'kchun, To'qsum, Singib, Mo'rtiq dehqonlarini birdan polik batalyon qilib, boshliqlarini tayinlab, mashq qildirib, 1933-yili 1-oyda pichonga yurish qilib, 12 kecha kunduz jang qilibmi pichonni ololmaydi. Pah, voy kopray, O'rislarning ishliqini. Urushning 11-kuni Qumul tarafdan Shanzixoyning necha ming askari pichonga tuyuqsiz yordamga kelib, orqa tarafdan aeroplan, temir konkilarning yordamida maxsus muhitlarga hujum qiladi. Maxsus muhitining odamlari Lamjin, Xandu, Singim eg'izlarida to'sib zarba bergan bo'lsa-mu, nurg'un chiqim tortdi. Oxir turbanni tashlab 90 ga chekirdi. 1933-yili maxsus muhiti ilojsiz maslahatchilar Iminbay Lükçün Vangi saytlarını başlap, Qarg'o'ja qismlarining boshlig'i Pulat polkovnikning muhofizligida Qumulga G'o'jiniyaz hojini izlab mangadi. Mahmud Mashiminla askarlarni yig'ib Qari shaharga ketdi. Maxsus muhiti bir necha yuz odam bilan orqa yo'l tog'arlab mengib, bir qunub atsi Qumulga yetib boradi. Qumulning yeridagi Ostona degan yerda Shing'istayning qoldiq askarlari bilan urush qilayotgan G'o'jiniyazda topadi. Ikki boshliq quchoqlashib ko'rishadi. Ular suhbatlashidi, mungdishidi, plan tuzishidi. Kuchimiz ojiz, Majongni taklif qilayli. Biri mushundaq deydi. O'lomode qurol yig'ib, kuch yig'ib chiqqan ekan. Deydi G'o'jiniyaz. Shinjongni tugul, Qumulni elish bermay tikivatdi. Ya'ni chiqsa ham shundaq qilarmikin? Mongoliya, Sovet bizga boshpanoh bo'lg'idek, shularga taynayli deydi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatılayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjangning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.